Eshik oldida turgan oddiy odamga hech kim qarab ham yemadi, ammo u ichkariga kirgan zahot butun bank tizimini o'zgartirib yuboradigan bir haqiqat bilan kelganini hech kim bilmasdi. Menejer kulib, agar balansing bo'lsa, 2 barobar to'layman, degan paytda zalda bir soniyalik sukunat bo'ldi. O'sha soniya hayotlar buriladigan soniya edi. Chunki bu oddiy mijoz emas edi. Bu bankning egasi, bosh direktori, lekin hech kim tanimagan inson edi. 5 bu hikoya sabr, kamsitish va adolat haqida oqsirigacha tomoshabinni yeb yubormaydigan hikoya. Dilshodbek Ergashev ertalab odatdagidek erta uyga o'ndi. U har doim oddiy kiyinar, oddiy odamdek yurardi. U uchun bu odat emas, bu hayot falsafasi edi. Bugun u Toshkent markazidagi eng katta bank filiallaridan biriga borishga qaror qildi. U yerga bosh direktor sifatida emas, oddiy miyoz sifatida kirishni xohladi. Chunki oxirgi paytlarda u bank tizimida muammo borligini sezayotgan edi. Odamlar shikoyat qilardi, ammo hisobotlarda hammasi ideal. U haqiqatni ko'rmoqchi edi. Bank eshigidan kirganida uni hech kim kutib olmadi. Qabul bo'limida o'tirgan Mohinur Karimova telefoniga qarab, hatto boshini ko'tarmadi. Navbatda turgan odamlar zerikkan, yuzlarida charchoq. Dilshodbek sekin navbatga qo'shildi. U oddiy ko'rinardi, eskiroq palto, oddiy tufli, qo'lida kichkina papka. Hech kim uni jiddiy qabul qilmadi. Bir necha daqiqadan so'ng u menejer xonasiga chaqirildi. Menejerning ismi Jahongir Qodirov edi. U yosh, lekin haddan tashqari o'ziga ishongan. Kostyumi qimmat, ohangi sovuq edi. U Dilshodbekni boshdan oyoq ko'zdan kechirdi va ichidan kuldi. Yana bir kambag'al almijoz, deb o'yladi u. Nima masalada keldingiz? Dedi Jahongir beparvo ohangda. Hisobindagi mablag' haqida gaplashmoqchi edim, dedi Dilshodbek sokinlik bilan. Ba'zi muammolar bor. Jahongir kompyuterga qaradi, ismini kiritdi va birdan kulib yubordi. Aka, balansingiz juda kichkina ekan, dedi u mashshara bilan. Shunaqa summa bilan kelib muammo deysizmi? Agar balansingiz bo'lsa, man sizga 2 barobar xizmat qilardim. Shonada o'tirgan boshqa shodimlar ham kulishdi. Dilshodbek esa indamadi. U faqat bitta savol berdi. Demak, inson qadrini uning balansiga qarab o'lchaysizmi? Jahongir yelka qisdi. Bu biznes, also known as pul bu, LSA, hurmat bor. Dilshodbek sekin bosh yarjiyadi. Ichida rik bor edi, lekin u sini tudi. U yana bir savol berdi. Agar bank egasi hozir shu xonaga kirsa, siz shunday gapirarmidingiz? Jahongir kulib yubordi. Bank egasi. Ular oddiy odamlar bilan yurmaydi. Dilshodbek jilmaydi. U papkasini yopdi va o'rnidan turdi. Rahmat, dedi u. Men kerakli javobni oldim. U xonadan chiqdi. Ammo ketmadi. U bankning yuqori qavatiga chiqdi va u yerdagi ilish xonasiga bordi. 1 soatdan keyin butun filial rahbariyati favqulodda ilishga chaqirildi. Jahongir ham chaqirildi. U hayron edi, lekin beparvo. Ilish boshlanganda eshik ochildi va Dilshodbek ichkariga kirdi. Bu safar u kostyumda edi. Uning ortidan viloyat direktorlaridan biri, Umidjon Raxmatov, kirdi va baland ovozda dedi. Hurmatli zodinlar, tanishinglar, bankimiz bosh direktori Dilshodbek Ergashev. Zonada sukunat cho'kdi. Jahongirning rangi o'karib ketdi. Mohinur lidagi ruchkani tushirib yubordi.
Bir soat oldin kamsitilgan odam hozir hammaning ustida turardi. Dilshodbek sekin gap boshladi. Men bugun bu yerga tekshiruv bilan kelmadim. Men haqiqatni ko'rish uchun keldim. Oddiy mijoz bo'lib kirdim. Afsuski, ko'rganlarim yuragimni og'ritdi. U Jahongirga qaradi. Siz menga balansing bu. Elsa, 2 barobar to'layman dedingiz. Demak, siz uchun inson emas, raqam muhim. Jahongir gapira olmadi. Bank, bu faqat pul emas. Davom etdi Dilshodbek. Bank bu ishonch. Agar oddiy odamni mensimasak, ertaga katta mijoz ham ketadi. U qaror e'lon qildi. Jahongir menejerlik lavozimidan olinadi, ammo ishdan haydalmaydi. U oddiy zodim sifatida qayta tayinlanadi. Odamlar bilan ishlashni qaytadan o'rganishi uchun Mohinur Esamiyozlar bilan yaxshi muomalasi uchun rag'batlantiriladi, chunki keyinroq u Dilshodbekdan uzr so'ragan edi. Ilish tugadi. Shodimlar tarqaldi. Jahongir yo'q iz qoldi. Dilshodbek uning oldiga keldi. Bu jazolash emas, dedi u. Bu saboq. Jahongir zida yosh bilan bosh yargi adi. Men tushundim, dedi u past ovozda. Bir oy o'tdi. Bankdagi muhit o'zgardi. Shodimlar mijozlarga boshqacha qaray boshladi. Shikoyatlar kamaydi. Jahongir esa oddiy shodim sifatida ishlarkan har bir odamning ko'ziga qarab gapirishni o'rgandi. Bir kuni u navbatda turgan keksa ayolga yordam berdi. Ayol duo qildi. O'sha pay Jahongir tushundi. Hurmat balans bilan o'lchanmaydi. Dilshodbek esa uzoqdan buni kuzatib turardi. U bilardi, haqiqiy o'zgarish shunday boshlanadi. Kulgi bilan aytilgan bitta gap, notojiri qarash, butun tizimni buzadi. Ammo bitta saboq, bitta adolatli qaror, minglab hayotlarga ta'sir qiladi. Hikoya shu yerda tugaydi, ammo undagi savol qoladi. Agar siz oddiy odamga qanday munosabatda bo'layotganingizni hech kim ko'rmayapti deb o'ylasangiz, ehtimol aynan o'sha odam sizning hayotingizni o'zgartiradigan insondir.